davomiy mavzu. Ayni kollagen. Kollagen nima uchun defitsit bo'lib qoladi? Birinchi sababi surunkali stress. Yillar mobaynida biz bezovta bo'lamiz, hayajonlanamiz, bolamiz uxlamay, yo'llarda probka, все, stress bizada. Bu birinchi sabab. Ikkinchidan bizani ovqatlanishimiz tarkibi hamma joyda shakar. Shakar choy, pechenka, mayonezda ham, ketchupda ham, kolbasada ham hammasi kollagenni dushmani. Ko'proq makaron, guruchlarni yeb qo'ysangiz, ular ham shakarsimon moddaga, o'sha kollagenni bartaraf qilib tashlaydigan moddaga aylanadi. Keyingisi, biza go'shtni kam yeydigan xalqmiz. Oqsillar yetishmovchiligi bu kollagenni shakllanishiga xomashyo yetishmovchiligi degani. Vitamin C kam bo'lsa, kollagenning K harfi ham bo'lmaydi. Albatta, 5-sabab 50 yoshdan keyin kollagen ishlab chiqaruvchi zavod to'xtab qoladi. Sahifamga a'zo bo'ling, bu yerda juda ko'p qiziqarli antiqa ma'lumotlar